Salom. Hop, hozir ish jarayonini kuzatib boramiz. Bizda quyidagi AppStorrent sayti bor. Hop, kerakli joy mana bu knopka ishlashi kerak. Bu hozir biz yasayotgan saytni holati. Bu haqiqiy sayt. Mana bu tugmani bossak, mana shunaqa pop-up chiqadi bizda. Mana shuni sozlashimiz kerak. Mana qilib sozlaymiz. Shuni ishlaydigan qilishimiz kerak. Xo'p, bu uchun pop-up yaratishimiz kerak. Games'dan chiqamiz. Programs tursin single page. Xo'p, Games'da turibmiz. Bizga kerak расширенияni pop-up kerak bizga yasashimiz kerak o'shaga. Demak, biz uchun расширенияni single postini tanlashga o'tamiz. Keyin bu yoqdan pop-up tanlashimiz kerak. Kirdik, template'larga o'tamiz. Pop-up'larga o'tamiz. Pop-up yaratishimiz kerak. Bizda ikkita pop-up bor hozir. Расширенияni pop-up'ini to'g'irlaymiz. U uchun расширение qilamiz. Расширение qilamiz. Yaratishni boshlaymiz. Programs'da yo'q. Strukturadan buni olamiz. Copy. Bu yoqqa X bosamiz, paste qilamiz. Tushdi mana. Bizga kerak narsa pop-up settings'dan to'g'irlashimiz kerak. Xo'p. O'lchamini 200 piksel qilamiz. Animatsiya chiqish animatsiyasi fade in bo'ladi, yo'qolish animatsiyasi fade out va transitionga 0,4 sekund ketadi. Style bilamiz, orqa fon 26 bo'lsin, border solid bo'lsin, 1 pikseldan bo'lsin. Keyin rangi shunaqa bo'lsin, radius 8 bo'lsin. Box shadow kerak emas bizga. Overlay. Bu yoqda olamiz hozir. Settings. Overlay'ni olamiz. Buni qo'yadi. Oldik. Bunga qo'yamiz. Qo'ydik. Va keyin HTTP'ga o'tamizda so'ramizmi? Моя ссылка bor, скачать Cloud, скачать из Mediafire bor. Bizda расширенияda prima ссылка bor, скачать Mediafire, скачать Cloud. Yetarli. Keyin bitta narsa, bularni har bittasini linkini to'g'irlab chiqishimiz kerak. Dinamik qo'yamizda. Hop. Asavdan fayl URL biz yaratgan o'sha fayllardan qiymatni to'g'irlashimiz kerak. Demak, primayadan расширенияni sketchatini primayasini oldik. Bunga xuddi shunaqa ссылка beramiz. Sketchat расширенияni beramiz. Mediafire'ga bunga shunaqaning keyin bunga Mediafire'ga beramiz. Bunga ham hop Mediafire bungacha bunga asset Cloud beramiz endi. Hop Cloud
Расширенияni chetda qilib berdik. Bunga to'g'ri berdik, menimcha adashmasam to'g'ri yuribmiz. Keyin to'rttalik qilib qo'yaylik harfga qarshi. Arkidani ham olishimiz kerak. Masalan, Y ga kiramiz. Y ham birontasini ko'ramiz. Ha, hop. Chetda cloud tipi chiqmayapti hozircha. Y bundan kirib ko'ramiz. Chetda cloud. Shuni olamiz. Hop. Olamiz edi bu. Chetda cloud oldik. Oyoqqa olish kerak. Olamiz, tashlaymiz. Biz endi shunga mos linkni ham olishimiz kerak. Akira Box. Akira Box. Расширенияni Akira Box qo'ydik. Publish qilamiz. Biz qayerda ko'rsatishni xohlaymiz? Butun sayt emas, faqat ma'lum sahifada. Bu uchun расширенияni tanlaymiz. Next. Okay. Bizga boshqa ochgan pejimizga pop-upda ochilish uchun link berib qo'yamiz. Demak, pop-up mana bu yerda ochish funksiyasi qo'shamiz. Keyin расширенияni tanlaymiz. Publish qilamiz. Chiqdik. Endi расширенияga kiramiz. Baloga tanlaymiz. Mana buni bossak, pop-up chiqishi kerak. Mana. Chiqib bor ekan, mariga yo'q ekan. Yaxshi. Ha, mana bu X tutmani rangini o'zgartirishimiz kerak. Bilinishi kerak bizga, chunki ko'rinib turishi kerak. Bu uchun close buttonga rang beramiz. Yangilaymiz-da, yana bosib ko'ramiz. Yaxshi, mana chiqdi. Hammaga rahmat.